Yomon bo'ldi, lekin e'tibor beringlar, tushuntiraman. Avtomobil haydovchisi yondosh hududdan chiqayotgan holatda hammaga yo'l berib keyin chiqadi. O'zingizlar bitta o'rniga qo'yib ko'ringlar. Ko'pincha o'ngga ozgina qaraymiz, ko'proq biz ko'zimiz chap tomonga, chunki bu yoqdan keladi avtomobillar, to'g'rimi? Transport vositalari. Bu hozir surib kelyapti, to'qnashyapti bir-biri bilan. Bu velosiped, skuter, veloskuterlar, motorollerlar ular ham transport vositasi hisoblanadi. Yo'l harakati qonunining 2-bandida O'zbekiston Respublikasi yo'llarida transport vositalari o'ng tomonlama harakatlanishi tartibi belgilab qo'yilgan. Bular hozir chap tomondan yurib qarama-qarshi ketyapti hozir. Bular ham qoida buzyapti, bunaqa yurish kerak emas. Voy, shu haydaydiganlar, qaranglar, bunaqa yurmanglar. Balon tegib qolib ketasiz bunaqada. Tushundinglarmi? Ko'proq mana deb aytaman men. Bu ham qaragan, lekin bunaqa uchib kelishni kutmagan bu haydovchi. Lekin e'tiborli bo'linglar. Har xil mashinaga o'xshagan chiqib qoladi yo'lingizdan. Yo'l harakat qoidalariga rioya qilinglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.